tilning nima uchun katta bir ish deyapmiz? Chunki til agarchi insonlarga ma'no, maqsadlarini yetkazib berish, kommunikatsiya qilish, o'zaro bir-biri bilan muloqot qilish vositasidagi eng buyuk vosita ekan, lekin ana shu vosita ham bir so'zning o'zida turli ma'nolarni anglatishlikka nimadir salohiyatlidir. Ya'ni jumlalar, so'zlar boshqa maqsad murodni anglatish, kommunikatsiya paydo qilishlikning eng yuksak vositasi bo'lsa ham, lekin ana shu til va so'z o'zi bir qancha ehtimolotlarga ma'ruzdir. Bir qancha ehtimolotlarga sababdir. Xohlagan so'zingizni oling, xohlagan bir jumlangizni oling va undagi ehtimolotlarni ko'rib chiqing. Misol uchun aytingki, bugun Ahmad maktabdan barvaqt keldi. O'g'lingiz Ahmad maktabdan nima qildi? Barvaqt keldi. Ana shu so'zni o'zidan mutabodir bo'lgan birinchi ma'no nima? Tamom, Ahmad degan odam bor, uning ismi shunday. Xo'p, uning maktabi bor, maktabdan keladigan bir vaqti bor, o'shandan bugun ertaroq keldi. Birinchi ma'no shu, to'g'rimi? Lekin so'zni olib u yog'ini bu yog'ini aylantirib ko'radigan bo'lsangiz, bundan yuzlab ma'nolarni chiqarsangiz bo'ladi. Ahmad bugun maktabdan ertalab keldi. Xo'p, bugun keldi. Kecha qanaqa kelgandi? Bugun deyapmiz. Ha? Bugun maktabdan ertalab keldi. Ha, siz shunday tushunishingizga haqqingiz borki, kecha vaqtli kelmagan edi yoki odatda vaqtli kelmaydi. To'g'rimi? Xo'p, vaqtli deganda nimani tushunyapsiz? Vaqtli deganda u o'z maktabdan nechida kelardi-yu, nechida kelishi vaqtli kelish hisoblanadi. O'z maktabdan nechida kelardi-yu, nechida kelishi kech kelish hisoblanadi. Bu ma'nolar. Xo'p, Ahmad maktabdan vaqtli keldi. Xo'p, maktabdan vaqtli kelyapti. U misol uchun bozorga borsa kech kelarmidi? Ya'ni shunday nima bizda kesatish deydi. Bozorga borsa o'zi kech kelarmidi yoki kopta o'ynasa kech kelarmidiki, maktabga borib vaqtli kelganligini aytayapsan. Tushunadiki, bu ham bir ehtimol. Hop, maktab deganingiz o'rta maktab, boshlang'ich maktab, yuqori maktab, qaysi maktab? Hammasini aytishingiz mumkin. Hammasini maqsad qilishingiz mumkin. Tushunadiki? Hop, endi vaqtli kelyapti. Sizni bu gapingizdan o'zbekcha gapiramiz, demak o'zbek ekanligingizni, fikrlaringiz o'zbekcha ifoda qilishingizni tushunishingiz mumkin. Hop, buni endi kimga aytyapsiz? Auditoriyangiz kim? Oilangiz, do'stlaringiz, boshqasi. Gapir deslik, gapirishingizda orqasidagi maqsadlar nima? Murodlar nima? Kimdirgadir aytganimizni kesatib qo'yish yoki kimdirga xabar berib qo'yish, ma'lumot berib qo'yish. Ko'ryapsizmi? Bir jumlaning o'zi ana shuncha 30 dan kerak bo'lsa 50-100 dan ortiq ma'nolarni ehtimol qiladi. Ana shunday tushunsa sizni haqqingiz bor. Oddiy bir jumlada. Endi ana shu 30 dan oshiq ma'nolardan bittagina maqsad ana shu haligi gapirguvchining maqsadi. Ana shu so'zlovchining maqsadi ana shu deyishlik uchun sizga nima kerak? Bir qancha mexanizm, bir qancha qoida, bir qancha ma'lumotlar kerak. Shu gapni aytdi, ha bu Ahmad degani palonni nazarda tutdi, palon maktab nazarda tutdi, bugun deganda buni nazarda tutdi, erta deganda buni nazarda tutdi. Ana shularni eshituvchi nima qiladi? Haligi gapirguvchini bir qancha jihatlardan keyin anglaydiki, haligi 30 ta ma'no emas, faqatgina bu yerdan bitta ma'nogani maqsad qilgan. Mana bu ish esa juda ham katta ish, juda ham chuqur ish. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni har bir so'zida, har bir oyatida ana shuncha ehtimollar bor. Bu Qur'on bo'lganligi uchun emas, balki tilning o'zining xususiyati. Xoh u arab tili bo'lsin, xoh u o'zbek tili bo'lsin. Tilda ana shunday xususiyat bor, ana shunday salohiyat bor.